Assalomu alaykum do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Yo'l chiroyli palasa qilib qo'yishibdi, bo'yashib. Bu yangicha texnologiya ekan. Qoyil juda ham zo'r ekan. Shunchaki siz bo'yab chiqsangiz bo'ldi. Go'yoki nimaga o'xshaydi bu? Burchatkaga o'xshaydi, lekin aslida burchatka emas, oddiy yo'l. Faqat shunday qilib bo'yashgan xolos. Buni bo'yashda bundan foydalanishgan mana. Yangicha texnologiya mana uni ustiga qo'yishganda shaklda rang qilib berishgan. Shu do'stlar, qoyil lekin. Mana chip-chiroyli qilib qo'yishdi yo'lda. Piyoda yo'llar yo'laga alohida, mashinalar yo'laga alohida. Anne hafif edi. Ne. Kuchi olsa. Like bosib qo'yasizlar bu qurilishga.